Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Mana bugun yana bitta 2 kishilik matrasimiz tayyor. 2 qavatlik zamokli. Bemalol yuvib yechishga qulay. Bunga ikkita 2 metrlik ko'rpachamiz qo'shilgan. Ikkita 2 metrlik ko'rpacha. Bu villor. Orqasi hibs satin. Bolalar ishlatishga qalingina qilib solingan. Bitta yana bitta 2 kishilik matrasimiz. Bu ham 2 qavatlik. Buni ichidagi eski, bu restavratsiyaga tushgan. Ustini yangilab berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol xizmatingizdamiz. Qavaqlari joyida. Ignasiga to'g'ri kelgan. Kubik ramka shaklida qavilgan. Bizga obuna bo'ling, like bosing.